Barchaga assalomu alaykum. Bizni YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatib turgan mijozlarimiz. Xo'p, bugun bizda sotuvda Hyundai 145 talik texnikasi bor. Aynan o'shani sizlarga hozir ko'rsatib beramiz. Ishlash jarayonlari polni to'liq videosi bo'ladi. Videoni faqat oxirigacha ko'ring. Oxirida narxini ham albatta aytib o'tamiz. Juda ham zo'r texnika. Videoning davomida ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatamiz. 360 adapteri bor. Bitta qo'sh qisqichi bor. Juda ham yaxshi haydalgan texnika ekan. Xudo xolasa nalichida so'raganlar uchun tayyor sotuvda turibdi ushbu texnikamiz. Kraskalari ham original o'ziniki, hali birorta joyda hali yangi kraska qilinmagan ekan. Mana ko'rinib turibdi o'zi, yaltirab. Yog'lari ham hammasi yaxshi, xudo xolasa. Salonni ko'rsataman sizlarga. Kameralari tiniq. 4 ta tarafda kamerasi. Monitori ham bor. O'rindiqlari, konserlar ham ishlab turibdi hozir issiq kunida. Zo'r juda. Ana shu holatda. Texnikamiz sotiladi, xudo xolasa. Bizga murojaat qiling telefon raqamlarga. Yana sizlarga to'liq rasmlari va videolarini o'zingizlarga tashlab beramiz.
Xudo xolasa, hurmatli mijozlar, 82 ming dollarga ushbu texnikamizni dastavkasi ichida yetkazib beryapmiz. Biroq sizlarga komplekt haqida aytib o'tib ketay. Aytmanman, komplektida mana bitta kovushi bor, 360 adapteri bor, qisqichi bor. Bitta narsa bu yoqda qiziq, adapter bu yerda ikkita ekan. Bitta oddiy, bitta 360 ga. Ya'ni siz kovushni alohida yechmoqchi bo'lsangiz, bu adapterdan agar 360 ni ham yechib qo'yib ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan yechib qo'ysangiz bo'lar ekan. Qulay ekan anchagina. Mana texnika endi yaxshi, uni videolarini qo'ydim va bitta mana kichkina kovushi bor, alohida qo'shimcha va eng kerakli adboynigi ham bor mana o'ziniki. Adboynik, qo'shimcha kovush, katta kovush, 360 adapter hamda qisqich bilan xudo xolasa texnika 2021-yil 5600 soat ishlagan. Texnikani juda ham avaylab ishlatgan ekan va 4 ta balonni ham almashtirgan ekan o'zini yangi balonlarga. Mana ko'rib turibsizlar. Holati juda ham yaxshi. Xudo xolasa 82 ming dollarga dastavkasi ichida O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga yetkazib beramiz. Nalichida texnika so'raganlar uchun ushbu texnikamiz sotuvda. Quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling va biz sizga yana to'liq batafsil ishlagan holatdagi, ya'ni videolarini, ko'proq daqiqali videolarini, rasmlarini, hamma narsasini sizlar so'ragan ma'lumotlarni biz yana o'zingizlarga tashlab beramiz. Telefon raqamlariga murojaat qilinglar.